Kırgızstan'ın Qo'uz yerini ko'rging keladi? Men ortimdagi eshitdik emas, mana qara. Biroq chinlab ayabay Qo'uzda. Kırgızstan'ın Qo'uz yerlerini ko'rsatib yurishga harakat qilamiz. O'shundan bitta like bosib qo'yg'ila. Tanog'il kanalının eng eksklyuziv videolar ushbu kanaldan chiqadi. Bu yerda Amanov da bor, Daga Sayjanov, Mansur aka dag'i bor. Biz hozir Shveysariyaga kelganmiz. Shveysariya emas, o'zimizning Qirg'iziston, O'sh shahri Qaraqo'yga keldik-da. Mana qarasangiz, men birinchi yo'l kelishim, chindan aytam, birinchi yo'li, biroq arjuma kelsam kerak. Qarasangiz, biroq chindan aytish kerak, bunday Qo'uz boshqa yerda yo'q-da, chindan aytish kerak. Boshqa mamlakatda yo'q. Tolka Qirg'izistonda shol O'shda. Endi O'shda o'z negizi Qirg'iziston o'zi eng Qo'uz mamlakat bo'lib hisoblansa kerak, biroq bilmayman qancha o'rinda turadi. Men bilishimcha 2-3 o'rinda tursa kerak deb bilaman-da. Siz qanday fikrdasiz? Kommentariyga yozib qo'yingiz. Biroq manzarani qarasangiz, ikkita tog' aha, bulutlar bilan qoplangan joyni ko'ring. Mashallah, prosta. Bunday Qo'uz yerda men daha birinchi yo'l ko'rishimda.